Sapar aka, assalomu alaykum, qandaysiz aka? Sapar aka, nimaga jo'natib qo'yasizmi O'rmakeyevga? Biz oldimizda svetofor уже bir jumadan beri ishlayapti. O'zi ishlayapti. Постоянно ko'k bo'lib yonib turadi-da. Knopkasi ishlayapti, nima bo'ladi, bilasiz. Odamlarimda qiynalib o'tadi. Mashinalar постоянно ko'k yonib tursa, mashinalar basayn deb signal chalib o'tadi videoda. Shu holda ko'rsangiz bo'ladi. Masaliyeva bir jumadan beri svetofor ishlayapti. Joy yurgunchilar qiynalib o'tadi. Hech kim yo'l bermaydi bular. Mashinalar to'xtab o'tadi. Sapar aka, ну, svetoforda уже charxpalanish ko'ylakda mashina yuribdi. Jamon bilan уже bir jumadan beri ishlayapti. Вот он стоит. Вот он проходит. Одна машина остановилась. Лучше бы не останавливались, да? Вот он второй остановился.